Assalomu alaykum. O'rtoqlar, sog' salomatmisiz? Bugun 29-noyabr 2025-yil. Biz navbatdagi sayohatimizni boshladik. Samarqand viloyati Urgut tumani, nomi va joylashuvi antiqa bo'lgan maskan Omonqo'ton milliy tabiat bog'iga tashrif buyurdik. Bu qishloqning oti Omonqo'ton qishlog'i. Bunday nom berilishiga sabab qishloqning atrofi to'la tog' bilan qoplangan. Bir qish qattiq keladi va pastdagi qishloqlarning qo'ylari nobud bo'ladi. Bu yerda yashagan bir boyning qo'tondagi qo'ylar omon qoladi. Sababi qishloq tog'ning orasida joylashganligi uchun, shamoldan xoli bo'lganligi, o'sha izg'irindan pana bo'lganligi uchun boyning qo'tondagi qo'ylar omon qoladi. O'shaning uchun Omonqo'ton deb nom berilgan. Bu yerda yana Omonqo'ton daryosi ham oqib o'tadi. Pastda chamasi bir 10 kilometrda pastda Qoratepa suv ombori joylashgan. Qoratepa suv omboriga borib quyiladi. Omonqo'ton milliy tabiat bog'i. Bu yerga kirish uchun o'zini to'lovi bor. 24.600 so'mdan to'lovni qilib, bog' hududiga kirib oldik. Bizni endi boradigan manzil Mashqirni oshib o'tishimiz kerak. Narigi tomonda joylashgan. Atrofda chiroyligini qarang. Maza qilib tomosha qilib kelamiz. Mana to'g'rimizdagi stalbalada tok bor. Bu tok bizda qishlog'imizning ichidan ham o'tgan. Mana shu yo'l bo'ylab kelyapmiz. Shu yo'lni o'zi bizni ko'zlagan manzilimizga olib boradi. Muz bo'lyapti. Qol kerakmi? Mana qol. Bu tog' tizma Zarafshon tog' tizmasiga qaraydi. Eng baland joyi 1620 metr. Taxtaqoracha dovoni chap tomoni Chaqilikolon, o'ng tomoni, ya'ni quyosh botar tomoni Qoratepa tog'i deyiladi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Men joninglar sog'mi, joninglar omonmi? Biz hozir turgan joy tog'ning ustiga chiqib qolganmiz. Tog'ning bu tomoni Qashqadaryo viloyati hisoblanadi. Tog'ning bu tomoni Samarqand viloyati hisoblanadi. Mana pastdagi hozir qatnov bo'lib turgan ikkita viloyatni bir-biriga bog'laydigan yo'l Pervat. Endi biz hozir sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan manzilimiz Amir Temur davrida Amir Temur qaysi yo'ldan qatnagan? Hozir tepada chiqamiz. Amir Temur o'sha Samarqandni o'ziga poytaxt qilgan, Shahrsabzga tug'ilgan. Mana tepada boshqa o'zi uchun boshqa yo'l bo'lgan. O'sha yo'lni hozirlarga ko'rsatib beramiz. Yozda issiq kunlariga bemalol kelib
dam olib ketsangiz bo'ladi. Sharoitlar qilingan. Dam olishni yaxshi ko'radiganlar uchun. Tabiat qo'ynida bemalol dam olib ketsangiz bo'ladi. Archa juda mustahkam va top tashlamaydigan daraxt. Hazrati Alini toshi 500 metr qoldi. Televideniya markazi Qashqadaryo va Samarqand viloyatlariga biz sevib tomosha qiladigan o'sha Zo'r TV, Milliy TV, Yoshlar O'zbekiston o'sha kanallarni to'lqinini tarqatib beradigan joy. Bu nima degani desangiz, masalan, chekka-chekka qishloqlarga uyali aloqa vositalari, Uzmobile, Ucell o'zini antennalarini qo'yib ketadi. Bu yerga kanallar o'zini antennasini qo'ygan. Shu yerdan to'lqin tarqatib beradi. O'rtoqlar, 300 metr qoldi. Pastlikka 300 metr tushsak, ko'zlagan manzilimizga yetib kelamiz. Atrofni chiroyliligini qarang. Tog'ning ustiga ikki tomonda tog', ikkala tomondan chiqqan, o'rtasiga mana yo'l bor. Mana shu tosh Hazrati Alini toshi deyiladi. O'rtoqlar, biz tepada o'sha ko'rsatgan yozuvimiz Hazrati Alini toshi degan joyga yetib keldik. Mana shu tosh Hazrati Alini toshi deyiladi. Bu yerga Hazrati Ali 2 rakat namoz o'qigan deyishadi. Mana bu ikkita oyoqlarining izi, bu tizzalarining izi, mana bu boshlarining izi. Holatda 2 rakat namoz o'qigan deyishadi. Mana bu qamchilarni mana shu joyga suqqan deyishadi. Biz yo'l yursagan mo'l yurib va nihoyat ko'zlagan manzilimizga yetib keldik. O'ng tomonimiz Qashqadaryo viloyati hisoblanadi. Sohibqiron Amir Temur bobomiz mana shu yo'ldan o'z ona yurti Shahrisabzga qatnagan. Taxtaqoracha dovoni shu. O'rtoqlar, mana o'sha paytdagi Amir Temur bobomiz qurdirgan yo'l. Mana shu holatda qurilgan, mana yonidan fundament qilib chiqilgan. Mana hali ham saqlanib turibdi. Hozir yaqinroq borib yana ko'rsataman. Mana katta toshlar qo'l mehnati bilan qilingan. Hozir sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim qarang endi. Xo'p, hozirda zamonaviy endi selxona deymiz, suv tepadan kelsa, zamonaviy uslubda bir o'tkazilgan. Bu qaysi holat? Bular qaysi holatda o'tkazilgan? Mana selxona. Tepadan kelgan suv ashna o'tib ketgan. Ikki tomon tosh terilgan. Tepasidagi kattaroq toshlar ustiga qo'yib chiqilgan. Mana hozirda tepadan suv kirish joyi buzilib ketgan. Suv boshqa o'zini yo'lini topgan endi. Mana ustidan o'tib pastga tushib ketadi. Mana bu ham ozroq qismi saqlanib qolingan.
Mana shu yo'ldan hozir to'g'ri tushib ketsangiz, 111-maktabning oldidan chiqib borasiz. Mana bu yog'i Qashqadaryo tomoni Mingchinorning oldidan o'sha atrofdan tushib boradi. Mana shu yo'l Amir Temur bobomiz lashkarlari bilan qatnagan yo'l. Bizni hozir diqqatimizni tortgan bir narsaga duch keldik. Mana shu toshga bilmadim qaysi payt bir pechat qo'yilgan. Olib ham bo'lmaydi buni. Toshga qo'yilgan pechat. O'rtoqlar, bizning oldimizdan hozir bir tarixiy narsa chiqib qoldi. 1947-yil yozilgan. Biz ham ismimizni toshga qo'yib yozganmiz. Biz yaqin orada bir 10 yillik yozganligimiz uchun ko'rinib turadi. Oq chiziq bo'lib, yaqqol ko'rinib ko'zga tashlanib turadi. Bu o'zi mana qarang, oq ketgan o'zi. 1947 faqat toshga o'yilganligi uchun mana saqlanib turibdi. Mana yoniga ham yana bu narsalar yozilgan. Sharof. Mana yozuv bor. Mana yana bitta yaxshi saqlanib turgani mana 1906-yil. Haligacha saqlanib turibdi. Men o'qiganim mana shu Shurik deb o'qidim. O'rtoqlar, bu safargi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana boshqa bir chiroyli manzillarni ko'rsatishga davom etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammaga rahmat. Bobom izi qolgan so'qmoqlarida, momom hoki yotar tuproqlarida, otamga suv tutgan buloqlarida, bu Urgut tog'lari. Bir tomoni Tiyanshanga tutashgan, bir yoni Pomirga borib suyangan, o'rtasi Himolay tomon buralgan, bu Urgut tog'lari. Tepasida Temur qilich o'ynatgan, tegrasida Bobur qalam tebratgan, o'g'li Barat bag'rida Hamzasin bitgan, bu Urgut tog'lari. Ne avliyolar qabrin yaratgan, sayyohlarni lolu hayron qaratgan, Chorchinor dovrug'in eliga taratgan, bu Urgut tog'lari. O'g'ling Nur Muhammad begona emas, yoki bir kelgindi devona emas, bilganlarini yozdi afsona emas, bu Urgut tog'lari. Yashnayversin hamisha ko'rkam bog'lari.